Yuhini olgan kosmetikalarni obzorini qilib bering iltimos. Biz ham qizchamiz bor debdilar. Xullas ketdik. Yuhiga bolalar bayramida olib bergan kosmetikalarimizni obzorini qilamiz. Birinchi bo'lib o'rtoqlar bundan Cleansing Foam. Even kompaniyasining brenddan hamma bitta brenddan parfümeriya olib berdim. Bu Cleansing Foam, ya'ni yuzni yuvadigan. Ertalab kechqurun uyquga yotishdan oldin, ertalab uyqudan turgandan keyin yuzni tozalab yuvib beradi. Bu bir yuz uchun ham ishlatmaydi. Tanasiga har xil toshma toshadigan odamlar ham tanasini yuvganda, ya'ni ishlatsa bo'laveradi. Bu ta'sirchan yuzlar uchun va albatta o'smir yoshdagilar bundan ko'p foydalanadi. Chunki biza mutaxassis bilan maslahatlashgan holda parfümeriyalar olib berishga qaror qildik. Bu men olib bergan parfümeriyalar, kosmetikalar Yuhini yuzini har xil bo'yoqlar bilan bo'yab yoki qaritmaydi. Oldini oladigan kosmetikalar. Nimaga deganda, o'smir yoshda hozir bilasizlar, hamma o'smir yoshdagi yoshlar, o'zimiz ham bu yoshdan o'tamiz, yuziga har xil toshmalar tushadi. Koreys tilida bu yo'dirim deb aytiladi. Shu yo'dirimlarni oldini olish uchun, toshmalari chiqishini oldini olish uchun, oldindan yuzimizni himoyalash uchun qilinadigan, uriladigan kosmetikalar hisoblanadi. Birinchi o'rinda albatta yuzni yuvadigan Cleansing Foam, penka deb aytiladi. Hech qachon esdan chiqarmanglar. O'smir yoshdagilar ham, katta yoshdagilar ham bu narsadan foydalanishlari kerak, chunki yuzlarini har xil infeksiyalardan tozalab beradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, yuzimizni yuvgandan keyin albatta yuzimizga uradigan toning lotion hisoblanadi. Bu ham bolalar uchun Yuhini yuzini himoyalovchi toning lotion. Suvdek, mana suvdek. O'zi lotion o'zi quyuq krem bo'ladi, lekin bu suvdek yuviladigan toning lotion hisoblanadi. Buni yuzini yuvgandan keyin yuziga uradi ertalab, albatta. Keyin boshqa narsa uradi yuziga, zagarniy krem. Kechqurun uradigani ham boshqa. Bundan keyin ertalab skin uradi. Bu ham mana spreydagi xuddi, mana ko'rib turganingizdek, bu skin hisoblanadi. Yuzini yaxshilab namlantirib beradi, ko'p narsalardan himoya qiladi. Ana shu ikkita narsani urgandan keyin ertalabki uxudini aytib o'tirmang. Ana shu ikkita kremlarini urib yuziga keyin ko'chaga chiqib ketadi. Keyin kechqurun bo'lsa, kechqurun ham yuzini mana bu penkada yaxshilab tozalab olib, keyin yuziga mana bunaqa krem uradi. Uxlashdan oldin bu kremni urib yotsa, yuzi tiniqib dam oladi. Har xil chiqadigan, har xil donachalar, nima deydi, toshmalarimizni oldini oladigan eng zo'r narsa. Buni biz mutaxassis bilan maslahatlashgan holda oldik. Internetdan bolalarimga kiyim, yeydigan narsa olib berishim mumkin. O'zimga kosmetikalarim internetdan zakaz qilishim mumkin, lekin farzandlarim uchun hech qachon internetdan aynan yuziga uriladigan kosmetikani zakaz qilmayman, borib joyidan olaman ham. O'z ishining ustasi mutaxassislar bilan maslahatlashib olgan yaxshi deb hisoblayman. Chunki hozir bolalarimizning yuzi juda ham nozik, o'smir davrida bo'yanadigan, har xil qizil, yashil yoki har xil pudra, BB krem uradigan yoshda emas. Shuning uchun oldindan yuzini himoyalovchi, ya'ni toshmalari oldini oladigan kosmetikalardan onajonlarimiz foydalansa yaxshi bo'ladi. Chunki dugonalarimni, farzandlarini ko'raman, Yuhidan sal kattaroqlari ham bor. Yuzlariga har xil toshmalar chiqib ketgan, oldini olmagan. Har xil toshmalar toshib ketganidan hozir kosmetologlara qatnab yuribdi. Ishonasizlarmi, Koreyada kosmetolog juda ham qimmat hisoblanadi. Bitta bir kurs litseniyasi 2 million, 3 million turadi. Shuning uchun ham bizlar oldindan Yuhi yuzini, farzandlarim yuzini himoyalash uchun shunaqa penkalardan, shunaqa kosmetikalardan foydalanaman. Mana bu penkani Ra'no ham ishlatib o'tiribdi o'rtoqlar. Xullas, Yuhiga olgan kosmetikalarim obzori shulardan iborat. Sog' bo'lasizlar azizlarim.